100 yıllık marafon. Avtori Michael Pillsbury. 10. bab Agalandırış oqi. Mən anlığandan bir görgən əla. Xitay xalq maqali. 3. qism. 2009 yılı xizmətdaşlarım və mən Xitayның Amerikanın iş hərəkətləri haqqında qandaq oylaydiganlığı toğrısında yanıla xata pərzimni davamlaşdırıyatqan idik. Biz Xitayның Amerikaga və özünün qoşunlarına qaratqan yeni hücumchan meydanını xata düşünüp alğan idik. Çünki bu bizning mavjud bo'lib kelgan mo'lchirimizga zid edi. Shundaqla bizning Xitoydagi aloqachimiz Xitoyning bargan siri urush xumarlashib ketayotganligidan bisharat berdigandek ko'rindigan ba'zi harakatlarning allaqachon cho'ng planning bir parchasi emasligi haqida bizni xotirjam qilgan edi. Men mushu xil dilg'ulliq orqali Xitoyga fursat yaratib bergan birdan bir odam emas edim. Mundaqcha aytganda, mening marafon strategiyasiga bo'lgan tushanchamga ko'ra, bu texi marafonning oxirlashish nuqtasi emas edi. Marafon hargiz pat yaqinda oyoqlashmaydi. Xitoyning qaramoqqa maqsadsizda ko'rindigan bir yurish, urush xumor qilmishlari Amerikaliklarning talash tartish qilish obyektiga aylandi. Xitoyning tarqatayotgan signali bu xil parch-purat harakatlarni bir-biriga bog'laydigan o'rnak yoki strategiya yo'q degandan iborat edi. Bu shuningdan ilgirki Xitoyning buyuk strategiyasi yo'q degan signalga uyg'un edi. Darvaqa Xitoyning eng oldingi qatordagi Amerika shunoslaridan biri bo'lgan Wang Jisi Diplomatiya jurnalida mushaqda bir parcha maqola e'lon qilgan edi. Men va xizmatdoshlarim Xitoy barcha amallarni ishga solib, Amerikadan iborat zo'migarni cho'chitib qo'yishdan saqlanadi. Shundaqla Xitoyning Amerikaga hayva qilaligidek iqtisodiy va harbiy kuchga ega bo'lishi uchun eng kam degandimi 20 yil ketadi deganlarga qat'iy ishonatdik. Bu Xitoyning eng oxirgi urinishi. O'zini qo'g'dash uchun o'z qo'shnilari va Amerikaga hujumcharoq muomala qilish bo'ladi degandan derak beradi. Lekin toki 2014-yilga kelganda Amerika hukumat amaldorlari davlat majlisiga Xitoyning qilmishlari to'g'risida bir xil bosh-boshdoqliq o'rniki borligini aytdi. Buni bayqashqa nemishqa buncha uzun vaqt ketadi? Xitoyning Tayvanga tutgan maydonining nisbatan mo'tadil ko'rinishi Amerika istixborot sohasidagilarning va mening Xitoyning bargan siri bosh-boshdoqlashib ketayotganligining alomatlarini nazardan soqit qilishimizga sabab bo'lgan omillardan biridir. 2000-yillarda Hu Jintao hukumatidan boshlab Xitoy Tayvanga harbiy kuch orqali tahdid silishdan saqlanib, uning o'rniga yumshoqroq, yaptiroq choralarni ishlatishga boshladi. Bularning ko'pinchisi orol, ya'ni Tayvan hukumatiga ta'sir ko'rsatish maqsadidagi iqtisodiy vositalar edi. Xitoy ana shu ravishda Tayvan hokimiyati, o'qituvchi partiyalar, korxona xo'jayinlari, taratqu va omma orasida zo'r ta'sirga erishdi. Aytilishicha, Hu Jintao o'zining eng yaqin maslahatchilariga Tayvanni setib olishni bo'ysundirishdan oson ham tannarxi to'van degan ekan. Xitoy bilan Tayvan 2009-yili ikki davlat orasidagi iqtisodiy munosabatni normallashtirish uchun iqtisodiy hamkorlik ramkasi kelishimi imzoladi. Mazkur kelishimning natijasida
Hazır hər həftəsi Xitay çoğ quruqluqi bilan Tayvan arasida 700 qitimga yaqin aeroplan qatnaydı. 2013 yılı 2 milyon 800 ming Xitay puhrasi Tayvanni ziyorat qilgan. Buningdan sırt Beijing ko'pinchisi ikki qirg'oqning do'stona munosabat o'rnatishni kuchlik tashabbus qiladigan Tayvan savdo sohasidagi sarxillar bilan hamkorlashish uchun bevosita tirishchanlik ko'rsatmoqda. Xitoyga moyil Tayvan savdogarlari Tayvandagi asosli gazet va televiziya kanallarini setib olgan bo'lib, shuning soyasida Beijing bu taratqı sohalarga va Xitoyning mablag'ini qabul qilgan boshqa sohalarga mo ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan. 2013 yılı kuzda Xitoyga safar qilgan vaqtimda men ondan qanchalik ig'ir xatolashganligimizni va Xitoyning o'zining nazaridagi Amerikaning ojizlashganligidan foydalanish uchun qanchalik chaqqon harakat qilganligini his qilib yetdim. U kuni Beijingning havosi ochiq va salqin edi. Lekin atganlik qatnash qistongchiligi odatdagidan ig'ir edi. Milyondan ortiq shahar aholisi o'da bir hafta yoqqan yomg'irdan keyin kelgan yaxshi havoning sharpiga sayli sayohat qilish uchun shahar sirtiga mangan edi. Mening Amerika elchixonasining 7 mil g'arbidagi prezident darajalik mehmonsaroyda ichiladigan 5 nafar Xitoy generali va 60 nafar bexatarlik mutaxassis qatnashadigan 2 kunlik yig'inga kechikib qolg'im yo'q edi. Şoňa men 1 saat burun yo'lga chiqib, Tiananmen maydonining oldidagi yo'l bilan mengib, Xitoy siyosiy bürosining maxfiy yig'in markazidan o'tadigan liniyani tanlagan edim. Ammo bu to'limi ig'ir xatolik bo'lgan edi. Jimmada turgan mashinalar Chang'an ko'chasini bo'ylab kamida 1 milgacha so'zilib ketgan edi. Shopur to'xtamay uf tartatdi. Men uningga Zijinchengning qizil temini bo'ylab o'ngga qiyib, ondan u yerdan so'lga qiyib, shimolga mengishini aytdim. Men bugun Xitoycha so'zlanadigan navbatdagi harbiy kuch tangpongligiga aloqador munozaramning xotirasini qaytadan ko'rib chiqdim. Mening munozir raqibim Xitoydagi eng dangliq harbiy qattiq qo'llarning biri, mayor general Zhu Chenghu edi. O 2005-yili Xitoyning Amerikaning hujumiga qarshi o'ch elish tipidagi yadro quroli urushi loyihasini oshkorlab, butun dunyo taratqullarining bosh betidan o'rin olgan edi. Shuningga mos kelgan holda yig'in temillarining biri kelgusi yadro tangpongligi va qurol kontrolligining kelechagi edi. Yana bir nafar qattiq qo'l Xitoyning klassik harbiy o'qishligi strategiya ilmining abdori mayor general Peng Guangqianmo kuch tangponligini qandaq mo'ljallash to'g'risida so'zlamoqchi edi. Yig'inda yana Xitoyning qonunchilik professorlari Beijingning janubiy Xitoy dengizi to'g'risidagi egilik huquqi jakarini qisqacha bayon qilib o'tadi. Shopurim meni manzilga vaqtida opirib qo'ydi. Men Davlat Mudofaa ministerining ishxonasidan jamoatchilikka oshkorlash mavzuliq leksiyamning yengili tamg'i besilgan inglizcha va xitoycha nusxalarini yig'in ahliga tarqitib berdim. Mazkur leksiya bu qitimqi 2 kunlik yig'inda g'ulg'ul qo'zg'ash uchun tayyorlangan edi. Bu mening shuningdan ilgari Xitoyda qatnashgan 3 qitimliq harbiy yig'inda qo'llangan taktikam edi. Bu taktikam Xitoychada Paojuan Yinyu, ya'ni xishtashlab qashdishini o'ttirg'i chiqarish. Ya'ni o'zining yuzaki ko'z qarashini so'zlab, boshqalarning qimmatli fikrini o'ttirg'i chiqarg'izish deb ataladi.
bu yığın Xitaylarning qandaq qilib kelgusi 35 yilda marafonni tamamlaydiganligi to'g'risidagi nopozliq ko'z qarashini bilib olishning kam uchraydigan fursati edi. Shuningdan ilgari Xitoydan yuz o'rgan biraylar menga 100 yillik marafon haqidagi bir tamsilni aytib bergan edi. Uning deyishicha, urushqoq bagliklar davrida g'albini qo'lga keltirish jarayoni ba'ayni uzoqqa so'ziladigan ko'p bosqichliq qo'rshav shaxmat o'ynashga o'xshaydi ekan. O mezgilda oxirgi hukmronlikni qo'lga keltirish uchun 7 avlod podshoh almashgan ekan. Ya'ni bu jarayon shu qadar uzunga so'zilgan. Normal ahvolda bir maydon qo'rshav shaxmatda 100 uruq besiladi va butun o'yin muqaddima, o'ttir bosqich va xotimidan iborat 3 bosqichga bo'linadi. Mazkur Xitoydan yuz o'rgichi manga Xitoy rahbarlarining 2014-yili Xitoyning GDP'si Amerikadan eshib ketadigan, ammo universal davlat kuchi eshib ketib bo'lolmagan bir mezgilni hil ham o'zini o'yinning o'ttir bosqichida deb qaraydiganligini aytib bergan edi. Men bu qitim Beyjingga Washington hukumatining buyrug'i bilan kelgan edim. Manga Xitoyning Amerikadan eshib ketishini nishon qilgan marafon strategiyasiga qarta Amerikaning qandaq tayyorliqlarni qilishi kerakligi, tayyorlik qilgudak imkoniyatning bor yo'qligi texi boshqa gap. Va harbiylar orasidagi va hukumatning tadqiqot organlaridagi Xitoy mutaxassislarining marafonning kelgusi haqida qandaq ko'z qarashi borligini bilib kelish vazifasi topshirilgan edi. Shuningdan keyingi 2 kundagi suhbatlarimning nurg'unida mushu savollarga javob izladim. Men xato holda Xitoy boshqalarning diqqatini tortib qo'yishdan saqlanib, fursatning pishib yetilishini kutayli metodini toki 2049-yilgacha davomlashtirdi deb o'ylagan ekanman. Chunki mening nazarimda ana shu chaqqa borganda Xitoy ondan o'zini dunyo rahbarligiga loyiq deb qarab, oxirgi hujumni qo'zg'ishi va dunyoga hukmronlik qilish planini ijro qilishi mumkin edi. Men kuch tangpungligi bargan sir cho'kayotgan Amerikaning ziyniga qarab taraqqiy qilayotganda Xitoyning boshqacha bosqichliq plani borligini o'ylab boqmagan edim. Shuning bilan men yangi bir ssenariyaning o'ttirg'i chiqayotganligini his qildim. Ya'ni mening Xitoy kamtar holatini 2049-yilgacha izchil saqlab mangdi degan aslidagi farzimga zid holda Xitoy o'zining hisobiga ko'ra Amerika bilan bo'lgan kuch selishtirmasida har qatim ilgirlashni qo'lga keltirgan aman shuningga mos holda bargan siri bosh taqlishidi ekan. Mening bu xil o'zgarishni kechikib bayqishimdagi yana bir sabab men Xitoylarning bizning buyuk strategiyamiz boshqalarni bexotlashtirish uchun tuzilgan va loyihalangan degan so'zlarga ishongan edim. Menga ko'ra Xitoy tadqiqotchilar va amaldorlar Xitoyning eng oz degandimi kelgusi 20 yilda strategiya ehtiyojiga ko'ra sabrchanlikni davomlashtiradiganligini ta'kidlashgan edi. Amerikalik nurg'un tadqiqotchilar Beyjingdan qaytib kelgandan keyin menga Xitoylar kelgusi necha 10 yilda Amerika Xitoy orasidagi kuch tangpungligi Xitoy tarafga og'maydi deb qaraydi deyishgan edi. Xitoy mush xil ko'z qarashni deb boshqalarga singdirishga urinib keldi. Xitoy Kommunistik partiya maktabining aqlli ambiri va Xitoy xalqaro munosabatlar institutidagilar 2009-yili bir qator ichki yig'inlarni ichib, Amerikaning ilgirkidan nisbatan ojizlashishining Xitoy uchun nimadan derak berdiganligini muhokama qilishgan. Harvard universitetidagi Alistair Lyonning yozganidek,
Amerika bilan Xitoy orasidagi kuch selishtirmasida cho'ng o'zgarish bo'lmadi deb qaraydigan mo'tadil sadolar mazkur muhokamalarda pasib o'rinda emas edi. Boshqacha qilib aytganda, bu yig'inlarda Amerika zodi ojizlashdimi yo'q, ojizlashgan bo'lsa, qanchalik ojizlashdi degan savollarga javob berilmagan edi. Halbuki bu mezgilda Xitoydagi diplomatik ishlarda hal qilg'uch qaror chiqarg'uvchilarning kuch tangpongliqida cho'ng o'zgarish ko'rildi. Yoki Xitoy uchun zo'r manfaatni qo'lga keltirish fursati keldi degan qarashlarni qabul qilganligiga doir hech qanday fakt yo'q. Lekin ba'zi Xitoy rahbarlari Xitoy 100 yillik marafon musofasida planning oldida ketyotidi deb qarashgan. Tadqiqotchilar va istixborot xodimlari Xitoyning planning kamida 10 yil, hatto 20 yil oldida ketyotganligini tilga ilishga boshlagan. Xitoy rahbarlari marafon strategiyasining taktikasini o'zgartib, nishonga qarab eng oxirgi shiddatli ilgirlashni boshlamaslik haqida munozirlashgan. Zo'migar Amerikaning Xitoyning texmi cho'ng strategiyasini tuyib qilishidan saqlanish uchun Xitoyning ish harakatlari hali ham ehtiyotjonlik mezonidan chetmay kelmoqda. Bu qistirma harakatlarning har biri Xitoy uchun diplomatiya siyosiy jihatdagi utuq hisoblandi. Har bir misolda Xitoyning urush xumar harakatlari ko'rinarlik siyosiy manfaatlarni hosil qildi. Shundaqla, garchi Amerika va Xitoyning nurg'un qo'shnilari bu ishlarga qaqshab qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy o'zining qilmishlari sababli raqiblariga hech qanday badal to'lamadi. Bu xil qistirma harakatlarning har biri Xitoyning mazkur kitobning 2-bobida bayon qilingan 100 yillik marafondagi 9 omilning bir yoki birdan ko'pini qo'llanganligining mahsulidir. Bu omillar tovandikicha. Birinchi, raqibingni cho'chitib qo'ymaslik uchun uni ko'ranglatgin. Ikkinchi, raqibingning maslahatchilarini tizginla. Uchinchi, g'albini qo'lga keltirish uchun necha 10 yil, hatto uningdan uzoq sabr qil. To'rtinchi, strategiyalik nishonga yetish uchun raqibingning ideya, texniklarini o'g'irla. Beshinchi, harbiy kuch uzoq muddatli raqobatda utib chiqishdagi hal qilg'uch omil emas. Oltinchi, zo'ravon Amerikaning o'z o'rnini saqlab qolish uchun oshqun, hatto oqibatini o'ylashmayli ish qilib qo'ydiganligi esingda bo'lsin. 7. Foydali vaziyat yaratishni hargiz nazardan saqit qilma. 8. O'zingning boshqa yo'shirin raqobatchilarga ko'ra qandaroq saviyada ekanligingni o'lchaydigan o'lcham sistemasi barpo qil va uni ishlat. 9. Boshqalarning damiga yoki qo'rshaviga tushib qilishdan har vaqt hazar qil. Amerika kelgusiga nazar selib, Xitoy texmo baş-baş taqlashib ketadigan bir mezgilning yetib keladiganligiga tayyorlik qilib qo'yish kerak. Beijing bugungi vaziyatdan qaraganda amaliyotga uyg'un bo'lmagan yoki aqlga sig'maydiganda ko'rinadigan talablarni o'ttirg'a qo'yadi. Shundaqla boshqa davlatlar Xitoyning besimiga bosh egadi. Xitoy harbiy bo'ysundirish orqali emas, balki qo'shnilari Xitoyning barg'an sir kuchayotgan iqtisodiy zarba berish iqtidorini nazarda tutgan holda Xitoyga yo'l qo'yish oqilonlikdir deb o'ylaydigan vaziyat shakllantirish orqali manfaatga erisha oladi. Misolga olaylik, Xitoy Hindistondan Dalay Lamaning Dharamsaladagi surgunda hukumatini taqib etishini talab qilishi mumkin.
Xitoy yana Hindistonga, Yevropa İttifaqıga va Amerikaga 1959 yildan beri sürgündəki Tibet hökumətiga berib kelgan iqtisodiy yordamni to'xtatish haqida besim ishiltishi, hatto majburlashi mumkin. Xitoy yana Washingtonga Tayvanga qurol setib bermaslik haqida besim ishiltishi mumkin. Bu Amerikaning Tayvanga qurol setib berishi izchil Xitoyning beshini og'ritib kelgan va jasoratlangan Xitoy davomliq sabr qilishni xohlamaydigan bir masaladir. Xitoyning yana bir boshqa tinchiligi Xitoy necha 10 yilning yoqi mening ziminim deb da'vo qilib kelgan tabiiy boyliqlari mo'l qo'shni rayonlardir. Xitoy Amerikani Xitoyning qo'shnilari bilan imzolashgan bexatarlik kelishimlaridagi harbiyga aloqador mazmunlarni amaldan qoldirishga majburlay olishi mumkin. Beijing 1990-yillardan boshlabla mazkur kelishimlarni va Amerikaning qo'llashi ostida vujudga chiqqan qurol yaroq sodalarini qattiq ayblab, bularni so'g'uqchilik urushining asoratlari deb atagan. Lekin kuchlangan Xitoy hargiz bu kelishimlarga norozilik bildirib qo'yish bilanla bo'ldi qilmaydi. Xitoyning kuchi va urush xumarligi oshgan sari Shinzo Abe va Benigno Aquino'ninkidek qarshilik sadolari borgan sir pasaydi va qisiladi. Afsuslanarli shuki, Amerika bu xiristga ancha ko'ngil shimayotidi. Hatto uningga yuzlanishgimi erinayotidi. 10-qism tugidi. Davomini kelarki sondan anglang. İngilizchadan tarjima qilguvchilar Hikmatyor Ibrohim, Anvar Qarqurum. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 6-sonidan ilindi.